Sizlar qaysi manbirdagi Joyun obrazini eng jingan deb qaraysizlar? 5-si Xojun rollagan Jovzulun obrazı. Bu Chibi degan filmda chiqadi. Bu konu 3 parchalik haqida qissadagi Joyun obrazini nəhayət yaxshi o'rnak olgan. Yüz qavul, bo'ybasti, jangi mayirlik har qaysi jihatlarda nəhayət yaxshi yaratgan. Bulupmu ma'u atqı mingan ma ko'rinishmi nəhayət chiroyli chiqqan. Lekin bunun bir savallik Baylung Jangjun Joyun degandiki bu bay faqat voyaga yetmagan mayli kiyimi, mayli boshqa jihatlardan bu qat'iy buningga chiqmagan, balkim bu yerdagi Dawyan ssenaristlar buningga diqqat qilmagan bo'lishi mumkin. 4-si Ling Gongshin ben obrazidagi Joyun obrazi. Hamda ma obrazi qarasanglar, mana haqiqatan qizlarning ko'ngildagi bir Joyun obrazida mayli buningki sauti, kiyim-kechigi etidan tortib, kumush rangda oq qaramat vol-vol qilgan o'zining chiroyidan tortib shundaq bir kelishgan meynanzi Joyun bo'lib ketganda ama hamda lekin bu asli filmdagi Batur qahramon bir jangvar bir Joyun obrazidan yiroqlashib ketgan deb qarayman. 3-si Liu Dohua bendeki Joyun obrazı. Liu Dohua'nı hemimiz nəhayət yaxtırmız. Bunun mayli rol ilişi martı, Gumpu martı, Yanshin həmmi cəhətdə vayıq etken bunun gəp söz qilishinin ayiş yox. Lekin həmdə muşunundu mu Jönzdən qoxşaş bu Liu Dohua bu Joyun obrazını taz düşənməmdi və ya ki Dawyan muşundaq orlaşdırğanmı birinci öp kiyim-keçiga kiyib tumuğu qarsanlar bu Joyunның bu vaqtki altıga faqat maskamigan. İkinciden Baylung Jangjun Jovzulun degan bu obrazga qat'iy maskamigan bu yerki grim kiyim-kechaklar. Bundaq zil xalq qalbidan cho'nqur o'rnagan bundaq bir obrazni yaratgan vaqtda mayli har qancha dangliq cho'lpan bo'lgan bilanmi xalq qalbida shu obrazga yaqinlashmasa maskamisa baribir bekor. Shunaqo. Ikkinchisi Niu Wenban rollagan bu Joyun obrazi. Bu yangi ushbachalik haqida qissadagi bu Joyun obrazi qarsak haqiqatan bir tug'mi Joyun obrazi deyish bo'ldi. Bunun mayli chiroyi, bo'ygizligi, salobati, chiroyidagi baturlik, qahramonlik hammasi shunchalik voyaga yetib ketgan. Shunga bu yangi ushbachalik haqida qissadagi ko'rganlarmi bu Joyunga mayli o'g'illar, mayli qizlar nəhayət amraq. Bunun chiroyidan mayli baturlik, hem oq ko'ngillik, hammasi nəhayət yaxshi chiqib turdi. Birinchi o'rin turdig'ini kon ushbachalik haqida qissadagi Jang Shanban Jovzulun obrazi. Hamda bu Jovzulun obrazini tunji qatim yaratib xalq qalbiga Jovzulun Joyun degan mundaq deyilgan bir obrazni sizpagan. Hamda shu vaqtdagi suratga tortish texnikasining nacharligi, grim texnikasining, to'yshoq texnikasining nacharligini hisobga olmaganda bu obraz haqiqatan jingan chirki bir jingan obraz deb qarashga bo'ldim. Bu vaqtdagi filmga tortish saviyasining tuvalligidan hozir ko'rsak bizga nisbatan taz yaxshi tepmay qoldi xolos. Biroq haqiqatan yaxshi yoritilgan bir obraz.